hammaga assalomu alaykum. دربنا درب طويل فشدوا الرحال نحن رفعنا أخي راية الخير عال. دربنا درب طويل فشدوا الرحال نحن رفعنا أخي راية الخير عال. دربنا درب طويل فشدوا الرحال نحن رفعنا. Biz ko'rdik, bu yaxshi. Buni aniq qilsa bo'ladi. Ikkita mashina tanlangan. 50 minutcha qoldi. Auksion tugashiga. 143 yurgan gibrid 4000 ga sotib olindi. Unaqa ham bo'lmaydi, sal pachoq joylari bor. Qolgan joyi yaxshi, ichlari ham toza. Assalomu alaykum. Birinchi videoni ko'rgan bo'lsanglar, auksionga borib, birinchi marta borib, mashina ko'rishga borgandik. Va xullas borganimdan keyin ikkita mashinani tanlagan edim. Chunki 5 ta tanlagan edim o'zi, lekin 5 ta ko'rsatmay ekan, 2 ta ko'rsatdi. Shu bilan 2 tani ko'rib keldim. Ertangi kuni kelganimdan keyin o'ynalayotgan payti mashinalar yutqizib qo'ydim. Endi qimmat bo'lib ketdi, olib o'tirmadim. Keyin bitta boshqa mashina chiqib qoldi, Ford. O'sha yaxshi sostoyni bo'lgani uchun yaxshiroq ko'rindi va yurar ekan. O'shaning uchun o'shani oldim. Endi birinchi marta bo'lgani uchun sal puxtasizlik qilib qo'yganim uchun ham olib qo'ydim o'sha mashinani. Xullas, bu videoda sizlar ko'rasizlar nimalar bo'lganini, qanday davom etganini va oxirida yana sizlarga natijani aytaman. Assalomu alaykum. Mashinam ham keldi, hozir endi ko'ramiz. Uyim oldida kutib turibdi. Ko'rsataman hozir. Well, again. Yeah, thanks. Sure. Gibrid. Bitta haydab kelinglar-chi. Yaxshi. Qolgan hamma narsa zo'r. Hamma narsa zo'r. Ma'lumotlar вообще teshib tashagan bundan. Tozalash kerak bularni. Tozalash kerak, lekin foydasi bormi-ki mana tozalaganimdan. Buni o'ylab ko'ramiz hali yana. Bunda ma'lumotlarini ustini tozaladim, ichini hali tozalamadim. Lekin bamperi bu taraflar yaxshi. Bu ham bagaji ham men beti chiqib ketgan ekan, to'g'rilab bo'ldim betini. Shun bilan orqasidan udar bo'lgan bamperga azincha joynaqa bo'lgan, men beti kirib ketgan. Bu yog'iga qaraganda yo ichkariroqqa kirib ketgan. Aporasi. Xo'p, eng katta global muammosi mana bu krilosi. Bu tarafi. Ma'bet kirib ketgan, ma'bet yomon pachoq bo'lgan, eshik bilan birga eshik unchalik emas. Mana shu yerdan to'g'rilashga harakat qilmoq. Va ma'betda nima qilgan bu? Qanaqa haydagan bu? Qora haydagan deb o'ylamayman, chunki qoralar ko'pchilik yuradi. Uni dam pasaygan ekan.
nasos bilan urg'ana qildim. Oldi chotki qirilgan, juda ko'p qirgan. Ularni kraska tegizib, anaqa qilamiz. Bitta polirovka ham qo'ramiz, ham yana ko'ramiz. Shunaqa gaplar. Hozircha shunaqa holat. Hali yana to'g'irlab u bug'ona qilishga yana harakat qilamiz. Hammaga assalomu alaykum. Hali ham davom etamiz mashinani ustida ishlashga. Yonib pachov bo'lgan edi, gruntovkani qilib, anvom chiqib qolgan edi, sal kirgizib anaqa qilganmiz. Men bu yerda ham kirib qolgan edi, xalati bo'lgan edi, tekis qildik, endi kraskasi o'chib qoldi. Uni aniq qilish kerak. Shu tayyorgarliklar bor hali ham. Hop, shundoq qilib hali ham ishimiz ma'mur ustida davom etyapti. Shunda olganimizda buning asosiy problemasi pachov joylari ko'p edi. Bu yerlardagan mana bamperning ahvoliga qarab bo'lmaydi. Chizilib ketgan qancha joyda. Mana bunaqa kichkina joylar bor, unga tegmadim. Men bu вообще pistoletdan otganman, prям kirib ketib, yirtib yuborgan. Metalli. Shunaqa orqa bamperi ham qarab bo'lmaydi. Buni bitta polirovka qilib, keyin kistichka bilan tegizaman. Shunaqa. Eng yomon joy manbetida. Buni ham sal normalniy to'g'irladim. Chizig'i qoldi, manbetlariga yana ozgincha sursam. Mana manbet ikkala joyi edi. Va kapotida bitta mana bu joyi kirib qolgan edi. O'shani ham tekisladim, iloji boricha tekisladim. Shu problemalari bor edi. Yaqin orada tugatamiz degan umiddaman. Inshaalloh. Biz haqqa keldik. Qanaqa joy bu? Juda arzon, hamma narsa bor. Mashinalardan boshlab uy, mebel, hamma narsa bor. Va ustiga ustak juda arzon. Kring Walmartga ko'p gapirmasdan meva-chevalar, kiyim, hamma narsa bor. Ketdik mashina tarafga. Nima bo'ldi bugun? O'yin kelsa bo'ldimi? Trenirovka. Yomg'ir ko'p yog'ardi. Mazza-yu yomg'irda trenirovka qilish. Mazza ekan. Ular uchun mazza. Keldik. Tualet yorug'da. Sabr qiling, men bu yerdan qilaylik. Topaylik. Gulu olishimiz kerak edi. Hamma narsa bor edi bu yerda. Kassaga ketdik. Kassaga ketdik deyman. One restroom. A few moments later. Mashinani zavat qilgandim. Coolant antifriza oqishni boshlayapti. Quyvorni oqib pastdan. Teshigi bor ekan. Sirazu o'chirdim. Mana bunisini yangisini qo'yish kerak edi. Shu mashinani olib sal problemasi ko'p. Antifrizi teshildi. Men betini bo'yadim, sal qoraroq anaqasini tanlab qo'yaman, kraskasini. Endi boshqatdan bitta shpak anaqa qilib shkurka qilib anaqa bet unchalik ko'rinmagan, beti zo'r. Shu men betlarini boshqatdan bitta shkurka qilib o'zini
original anaqasi bilan boshqacha tepish kerak bo'lyapti. Habitni tozaladim. Hozir endi ko'chaga olib chiqilgan hamma narsa o'shalarni yana qayta olib kirib, mana mashinani yog'ini almashtirish kerak. Ancha yog' anaqa qilib qo'ygan, o'shani boshqatdan hozir betga hozir buni olib kirmayman endi. Bundan keyin qayta betda shkurka qilgan, shunaqa chang bosib ketdi. Bundan keyin qisam ko'chada qilib, tagiga mana bunaqa salafandan solib keyin qilaman. Shunaqa gaplar. Hozir oil change uchun ana mashinani olib kiramiz. ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي زاكيا ودمع Qop-qora emas, chunki 5000-6000 yurdim. Lekin qancha ko'p almashtirib tursam, shunchalik motori zo'r bo'ladi. وإن تعف عني فذا يومي سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت من Xullas ko'tarib oldik ancha وأرجو إذا أنت تقبل pastga tushib ochamiz-da. جنان Biz pastamizni уже almashtiramiz. Boltini topdim. عصيت Turib hozir mana bu boltini yechamiz. Keyin bu yerda filtr bor, mana shuni yechib, ikkalasini mana bunga to'kamiz. Shu bilan keyin yangi yog' qo'yamiz. بأنك ربي Sal to'g'ri ketib qolsa, ham joyini rasvo qiladigan ish o'zi bu. Yog' bilan. O'shaning uchun o'shan sar mana bu yog'ni ichiga shim oladi. Mana unisini ochish esimdan chiqqan. Bu usti to'lgan, shum bilan to'kilib, hamma joyini rasvo qilgan. Keyin artishga to'g'ri kelgan hamma joy. Hozir ochdim, esdan chiqdi. Alhamdulillah. Biz to'kamiz. Bismillah. فذا يومي وإن تعف عني Tayyormisiz? Chiqdi. يومي Chiqib etib uchadi. موكب النور دعانا أقدم دارت رحانا Baribir to'kildi. الدين تنادي Nice. وأخانا وأخانا Ancha qora bo'lmagan, alhamdulillah. Yaxshi. Ko'p almashtirib tursa, shunchalik ko'p yetadi. Hop, endi hali tushirmadim mashinani, tushirmasdan qo'yaman men betga. Yog'imizni nimaga desanglar tekshiraman-da. Hozir quyishim bilan sal oqsa qarab turaman. Oqmasa yaxshi, quyaveraman. Keyin tushirib bemalol qilaveraman. Oqsa agar yaxshilab qotirib yana quyishni boshlayman keyin. Xo'p, quydim. Yo'q, aslida Ustadan tekshiramiz endi. Oqmayapti. Bemalol qo'ysak bo'ladi. Qolganini qo'ysak فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا ها هنا النصر تجلى واعتلى التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا أشرق الفجر وغنى عمت البشرى ربانا هلل الكون هنيئا
قد علا الحق وبانا موكب النور دعانا أقدموا دارت رحانا عروة الدين Shundoq qilib tugatdik. Mashinani tezroq chiqib qo'ydim. Oqmayapti. Men buni tezroq tugatib sotarish kerak. لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا لن يروا Nima bor edi? Olgan paytim Qayerda musorlar bor? Uyga borasiz. hop, olmaydi. Ichishga narsa olish kerak. Pepsini ichib qo'ydingiz-ku. Narxini ko'rsatamiz. Pringles necha? 4 dollar. O'zbekistonda necha pul bo'lgan ekan-a? Red Bull bor-a O'zbekistonda. Bu yerda ikkitasi 5 dollarga ekan, bittasi 3.50. Mr. Beast ekan-a? Qimmat bilasizmi o'sha? Ореховый сырон, 3 dollar. 3 dollar вообще qimmat-da. Katta plitkasi bo'ladi. Dajonimni Pepsi'larni ichib qo'yganimiz uchun gap eshitamiz. Pepsi olish kerak. Ani 1 litrlikni oling. Pizza seviyorum. Ham 1 litrlikni oling, necha pul ekan? Ikkita olsangiz 5 dollarga bo'ladi. Yana bitta oling. One Sprite. Uyda ovqat bor, Saydali. Mana bu yerda 2 litrligi 39 dollar. Yana nimalar bor? Morоженое. No. Please, I don't have any time for any gossip now. Eh? Yes. Terlagansiz. Bu amerikanistlar qiladi-ku. Hamma videolarda, kinolarda to'ldirib, yoki smoothie. Oh my god. Snoop Dogg. Qani? Qaysi biri? Bu Ko'chaga exit tanlayman. Ketdik. Mr. Beast shikolat kerak emas. Kerak emas. peanut. No. Shuncha narsa oldik 15 dollarga. O'zbekistonda 15 ming so'mga olsa bo'ladi. 150 hozir. Necha bo'ladi? Nima? 150. Nechta edi? 150? Nima? O'zbekiston so'mi esdan chiqdimi? Ya, uncha chiqmaydi, bir 60 ming bo'lsa kerak. Qo'lamalı. Benzinimiz esa 36 dollarga bo'ldi. Hibridga. Ketdik. O'ylab ko'ring, 150 ming so'mga bitta bo'ladi. O'zbekistondan Kommentariyada yozib qoldiring. Mana shu benzinga va mana shu hozir bitta Doritos, bitta Pepsi va bitta Sprite olganimizga endi mana shu bitta zapravkaga kirganda polniy bak, keyin u bu snacklar nima edi? Shikolat olib, bundoq ichishga narsa olib, ana chiqsanglar nech pul bo'lishligi. Bizlar hozir nech pul bo'lishinde 15 dollar u, 36 dollar bu, shu 50 dollarlar atrofida. Walmartdan keldik. Walmartda mayda chudalar olgandim. Mana bunaqa kley olgan edim. Buni sababi, kleyni olganim sababi to'g'risini aytaman. Bu mashinaga hayvon mana bunaqa teshiklarni qilib tashagan.
kreslolarda teshik qilib tashlagan. Tomlarida ham teshiklar to'lib yotibdi-da. Shularni kley qilib turib, kraskam bor, qora kraskam, o'shalar bilan qilaman. Sizlarga yorug'roq ko'rsam, mana ahvolni qaranglar. Nimalar qilib tashlagan bu eski egasi. Hamma joyi teshilgan. Hamma joyini teshib tashlagan. Tepani qarang. Mana tepalari ham. Nima qilgan bu sigaretni otganmi? Oh my god! Wow! Yerlarigacha teshilib ketgan edi poliglari. Bilgan nima qilgan bu? O'shanga hozir qilichi sizlarga rezultatni ko'rsataman o'xshasa. Bu nima holat bu? Sen nimasan? Ustiga chiqibdi. Bugun bizda havo bulutli, yomg'ir yog'di ertalab. Hozir salqinda salqin. Xullas, bo'yadigan joylarimizni bo'yab bo'ldim. Laklarni ham sepib bo'lganman. Mana bu taraf bo'yalgan. Sal xiraroq. Buni polirovka qilib yaltirataman. Mana bu yerda ham bo'yalgan. O'zini rang hali lak unchalik qurimagan. Shunaqa ich changib ketgan. Ishimni qilganimdan, ana shukurka qilganlarimdan shunaqa changib ketgan bu chang qaranglar. Hozir shuni tozalayman endi, uni qaranglar. Keyin oh my god. Chang bosib ketgan. Hozir shuni tozalaymiz, polniy moyka qilishga tayyorlaymiz. Bu qotgan, endi baribir lak ichiga shim olish kerak ekan. Keyin antifrizi bochkasi teshilgan, o'shani ham yamaymiz yoki almashtiramiz, ko'ramiz. Men sizlarga obzor qilib beraman, ichlarini tozalagandan keyin rezultatni ko'rsataman. Chang bosib ketgan. Sutini ham bitta ko'rsatib o'taman. Hali yuvib, yaltiratib, polirovkalarni qilib ko'rsataman. Mana bu yerda вообще ko'rinib turibdi kirli. Bo'lsa ham havo yaxshiroq bo'ldi, o'shaning uchun olib chiqdim. Hozirgi holati sal kirroq. Oynalari kir. Mambetlari bo'yalgan. Rangi prям o'zi faqat shu yaltirashi yetmayapti. O'shani ko'z ko'ramiz. Yuvib bo'laylik. O'shani qarab, natija. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الغرام والعجاب ولولا أنني معنى جميلا لبعت المكس فيها بالذهاب الشوق يبقى في
من يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المختفيها بالذهاب رأيت الله حين الكون ربا جميع الكائنات له كافي شواهد أنه وجود جليل على عرض المجادل بالكلام رأيت الله حين الكون ربا جميع الكائنات له تكافي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكلام تأمل قدرة الرحمن سيهديك التأمل للصواب والمستكبر في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يمن فيها دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي bo'ldik yaltiradi oynalar oynalar yaltiradi yo'llari ham ranglari bir xilroq zo'r bo'ldi. Yo, nima xapasiz? Keling yordamlashing, plissos qilishga. Biz ichini tozalab bo'ldik. Yordamlashing. Yordamlashing, keling mana. Bagaj qoldi sizga. Tozaligini qarang ichini. Bitta yog'ini tekshiraylik. Yangi yog' ekan. Auksion sotishdan oldin yangi yog' quyilibdi. Xullas men bu mana shu narsa teshilgan. Tagidan bo'shatishimiz kerak, radiatordan suvni, keyin uni ochishimiz kerak. Mashinani ko'tarib oldim. Hozir mana shuni bo'shatish uchun buni tagida radiator tagida bo'shatadigan joy bu. Men bu qorasini olishim kerak birinchi. Bo'shatib olaman-da, keyin uni yechaman. Ko'ramiz qanaqa teshigi bor. Shuncha narsani ochdim.
Hozir endi qaytarib joyiga qo'ydim. Tegini ham ochganim, to'kilgan. Ko'tarib mana to'kdim ichidagi antifrizlarni. O'zi kam qolganda, o'shaning uchun shuncha kam. Xullas, o'sha suv oqqanlari aytdim-ku, mashinani olgan paytim u muammolar yo'q edi. O'zidan o'zi mashina ancha turganidan keyin, batareya yoqmaganimdan keyin paydo bo'lib qoldi. O'zidan o'zi qizib ketdi. Antifriz to'kildi keyin o'zidan o'zi. Shuning uchun mana bu yerda ABS anaqalari, mana bu yerda polniy check engine, ABS yondi. Ana ikkalasi yonyapti. Вообще tushunmayman. Keyin hozir videolarni ko'rganimdan keyin batareyani tekshirib ko'r, anchadan beri anaqa bo'lmagani uchun batareyani anaqasini olib tashlaginda bitta refresh qilib yuborgan kompyuterini dedi. Hozir shuni qilib ko'raman endi. Shuni qilib ko'raychi. Shu bilan keyin ko'ramiz. Mashina hozir men bularni joyiga qo'yib, o'chsa agar ko'rsataman. Har safarga o'xshab. Uxlashni biladi bola. Yordam berishni bilmaydi. Короче, batareyani oldim. Endi kutamiz. To hazincha kutib, yana tiqib, keyin qilib ko'ramiz. Natija o'sha. Yana qidirib ko'raman, yana nima muammosi bo'lishi mumkinligini. Mana bunaqa toza havoda yomg'ir yog'ayotibdi, o'tirish mazzada. Buni sotuvga qo'yganman. Shu bilan tugadi bu. Anaqa mashina bilan ishlar. Shu bilan hozir qilayotgan ishim joy qidiryapman. Inshaalloh mana shu sohada yurish uchun katta ustaxona qilib turib, ustaxonaga zapchast qilib, keyin men bunaqa mashina tuzatadigan qilib turaman. Inshaalloh topsak joyda yanada video ko'proq qo'yishga harakat qilaman. Obuna bo'lib qo'yinglar, like qo'yinglar, yordam berib turinglar. Okay.